Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi suhbatimizga xush kelibsiz. Bir insonni hayotdagi eng asosiy maqsadlaridan bittasi, balki maqsad demaylik-da, ehtiyojlaridan bittasi. Bizni bu dunyoda juda ko'p ehtiyojlarimiz bor. Ana o'shalarni eng asosiylaridan bittasi o'zgarishga bo'lgan ehtiyojdir. O'shaning uchun kitoblar o'qiymiz, o'shaning uchun sayohatlar qilamiz, tanimaganimiz odamlar bilan tanishamiz, savollar beramiz. O'shaning uchun savol har doim savol beruvchini, ya'ni javob istarkan inson bir narsaga, undan maqsadi bir narsani anglashdir, bir narsani tushunishdir. Anglash va tushunish orqali inson o'zgarib boradi. O'zgarish qiyinmi? Albatta qiyin. O'zgarishni o'zi qiyin emas, o'zgarishni boshlash qiyin. Masalan, tanimaganimiz bir joyga borish har doim ham oson emas. Bizga qulay, bilganimiz yo'llardan yurish, bilganimiz insonlar bilan munosabat qilish, bu bizga qulay. Lekin bilmaganimiz bir manzilga, yo'lga chiqish, bilmadim, dunyoni boshqa bir davlatiga, boshqa bir joyga, bu har doim insonni biroz tahlika bordek, xavotirga qo'yayotgandek tuyuladi. O'zgarishlar ham xuddi shunday. O'zgarishni istarkanmiz, biz har doim biz uchun bir yangi narsalar bilan qarshilashishimizni bilamiz. Bu bizga yoqimli bo'ladi, yoqimsiz bo'ladi, bu boshqa masala. Lekin aytganimizdek, o'sha boshlab olsak, buni o'zi eng katta yutuq bo'ladi. Yo'lga chiqishni o'zi manzilga yetish uchun 50% ishni qilinganligini bildiradi. Bu qarorni olinishi va birinchi qadamlarni tashlanishi. Nega? Biz har doim o'zimizga eslatib turishimiz kerakki, kelajakda meni hayotim, kelajakdagi men bugungi qilayotgan ishlarimga ko'p jihatdan bog'liqdir. Agar bunga diqqat qilmasam, kelajakdagi men yana bugungi men bo'laman va yoki men hozirgi holatimdan ham ancha yomon men bo'laman. Nega? Chunki har narsa bir harakatdadir. Oldinga harakat qilmayotganlar orqaga harakat qilayotgan bo'ladi. Bir joyda hech narsa bu dunyoda qotib turmaydi. Oldinga harakat qilmaskansiz, demak siz orqaga harakat qilayotgan bo'lib chiqasiz. Harakatdan to'xtasak, ya'ni rivojlanishdan to'xtasak, buni shunday tushunsak bo'ladi. Bizning eng yaxshi kunlarimiz ortda qoldi. Harakatdan to'xtagan odamni eng yaxshi kunlari ortda qoldi deganidir bu bir nevi. Endi 100% shunaqa degan gapni aytmayapmiz. Bir yo'lda yurayapsiz va bir joy sizga ma'qul keldi, siz u yerda qoldingiz. Siz butun hayotingizni, zavqli onlarini, boshqasini o'sha manzilga kelgunga qadar, u qiyinchilik bo'lsin, qiyinchilikda ham bir zavq bor, bir shavq bor, bir kurash bor. Insonni harakatga keltiradigan bir omil qiyinchiliklar. Biz ularni hammasini yo'l davomida yashab keldik. Qanday qiziq edi. Yiqilishlar bo'ldi, turishlar bo'ldi, yugurishlar bo'ldi, sudralishlar bo'ldi, bir narsalar bo'ldi ya'ni. Va biz bu yerga keldik, alhamdulillah. Lekin bundan keyin bu yerga qolishni maqsad qildik. Va butun hayotimizni qiziq onlari bugungacha bo'lgan onlaridir. O'shaning uchun aytyapmizki, agar biz to'xtasak, demak hayotimizni eng go'zal kunlari ortda qolishiga rozi bo'lgan bo'lamiz. Bunday tushunsak, yana ham tushunarliroq bo'ladi. Shuning uchun ham boyagi bilim insonlari aytishadiki, bu o'zgarishga bo'lgan, ilmga bo'lgan safar bu umrbod davom etadigan bir safardir. Buni bir joyda to'xtatib bo'lmaydi. 40 ga kirgan, xotini ovunchoqqa aylangan, bolasi ermakka aylangan,
hamma qiladigan ishimni qilib bo'ldim deydi, hayotini qolgan qismini nima bilan to'ldirishni bilmaydigan biriga aylanib qolish, bu juda bir achinarli holatdir. Yaxshilik qilishni tabiiyki hammangiz istaydi. Bu yaxshilik birinchi inson o'ziga qilish kerak bo'lgan yaxshilikdir va o'ziga qilinish kerak bo'lgan yaxshiliklarning ichidagi eng yaxshisi to'xtamaslikdir. Doimiy harakatni hadaf qilishdir, maqsad qilishdir. Ana o'shanda bizga har doim muammolardan qoch, boshingni bir baloga nima qilmagin deb endi har bir ota-ona farzandiga shunday o'rgatadi. Biz ham shunday o'rganganlarmiz. Ammo biz biroz buni oshirib yoramiz, ya'ni. Gohida muammolardan qochish o'rniga u bilan yuzlashish kerak bo'ladi. Ustozlarimizdan biri aytgandi, nimadan qo'rqsang, birinchi u bilan uchrash. Kim bilan muammoing bo'lsa, birinchi u bilan borib yechgin u muammoni. Degandi. Buni xuddi shunday muammo bilan kurashishni biz bir nima deb bilamiz? Ya'ni bir muammo bor, buni xuddi nima deb tushunsangiz bo'ladi. Mana boksyorlar qum osib qo'yib uradi-yu, qancha ko'p ursa, shuncha qattiq kelishni boshlaydi yana o'ziga. Qancha kuch bilan ursa, u ketadi va yana qattiq keladi. Borgan sari muammo bilan kurash usuli ham xuddi shunday. Ya'ni qancha qattiq ursangiz uni, u yana kuch topib kelaveradi. Agar siz u qum solingan qopni biroz tinch qo'ysangiz, o'zi yoqa bu yoqqa borib to'xtaydi. Ayrim muammolar ham shunday. Gohida tinch qo'yish kerak bo'ladi, gohida kutish kerak bo'ladi. Ayrim narsalarni o'zi yechiladi inshaalloh. Yana bir eng katta xatolarimizdan biri tarbiyamizdan bo'lsa kerak, bu ham mentalitet deymiz, urf-odat deymiz, boshqa juda ko'p chegaralar qo'yganmiz o'zimizga. Har joyda bir chegara bor. Bizni cheklab turadigan. Ana shu chegaralarni eng yomoni bizni o'zimiz haqimizdagi fikrimiz. Juda kamdan kam odamda bu ijobiy bir fikrdir. Biz bir nevi o'zimizni yomon ko'ramiz inson olarak. O'zimizga yaxshiliklarni ravo ko'radiganda tuyulamiz, ammo umumiy ma'noda ya'ni to'pini boshdan olib qo'yib, yuzimizga qarab, ko'zimizga qarab aytadigan bo'lsak, qilayotgan ishlarimizdan jamiyatdagi o'zini yaxshi ko'rgan biri emas, o'zini yomon ko'rgan biri ekanimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xatolar qilsak, boyagi tilimizga ko'chib ketgan gaplar bor-ku, endi o'zbekchilikda deb qo'yamiz. Go'yo o'zbekchilik xato bo'lmasa bu yo'qdi. Mana shu ibora ham bizni o'zimizni unchalik yaxshi ko'rmasligimizni bildiradi. Bizga bo'laveradi. O'zbekchilikda endi biz shunaqamizda endi degan ma'noda. Juda achinarli hol. Ayrim millatlar bor, chidasang shu deydi, chidamasang katta ko'cha deydi. Biz shunaqamiz deydi. Ko'tarsang shu, ko'tarmasang borishingda qil deydi. Ya'ni chidaganga chiqargan deydi buni deydi. Lekin biz unday demaymiz. Biz aytamizki, endi o'zbekchilikda bo'lib turadi deymiz. Qanchalik uyatli gap bu. Qanchalik odam o'zini yerga uradigan bir holat bu. Biz shunaqamizda endi. Nima bo'pti bizga? Bu mana shu o'zimizga bergan bahoyimizni pastligini bildiradi. Ya'ni eng yomon chegara bu o'zimizga qo'yganimiz chegaradir. Deganda biz buni nazarda tutyapmiz. Cheklovlar, chorasizliklar. Chorasizlikni o'zi bir choradir. Ya'ni sizni harakatga keltiruvchi bir omildir. Yiqilgan odam uchun eng yaxshi motivatsiya uni yiqilganligidir. Omadsiz odam uchun eng yaxshi motivatsiya uni omadsiz ekanligidir.
O'zgarishlar inson o'zini o'zgartirishdan boshlanadi. Biz jamiyatda bir narsalarni o'zgarishini istaymiz, bir narsalar ma'qul bo'lmaydi. Turishimizda, turmushimizda, tarzimizda go'yo boshqalar o'zgartirish kerak. Masalan, davlat o'zgartirish kerak deb o'ylaymiz. Har narsada davlat aybdor degan bir nima bor. Ta'lim yomonmi? Davlat aybdor. Poraxo'rlik bormi? Davlat aybdor. Iqtisod yomonmi? Davlat aybdor. Bilmadim, ko'chada yetim yesir ko'payib ketdimi? Davlat aybdor. Har narsada qo'limizni bigiz qilib davlatni ko'rsatamiz. Bizga bog'liq joyi yo'qmi? U muammoning yechimida bizni hech o'rnimiz bo'lmasi kerak. Biz bir qadam tashlay olmaymizmi? Birini boshini silash qo'limizdan kelmaydimi? Birini to'g'rilikka da'vat qilib qo'yish qo'limizdan kelmaydimi? Birini imkoniyatimiz bo'lsa muammosini yechib qo'yish qo'limizdan kelmaydimi? Ko'chaga chiqsak mashinani qo'yadigan joy yo'q, mashin ko'pligidan bir mahallada, lekin u mahallada uyida non yo'q odam ham bor, ha? Qorni och biri ham bor ya'ni. Bunga davlat aybdor. U yerdagi uncha boyagi mahalladagi mashina minayotgan minish darajasida, ya'ni iqtisodiy tomondan yetarli bo'lgan odamlar yechsa bo'lmaydimi bu muammoni? U ochni qornini to'yg'izsa bo'lmaydimi? Bu har narsani davlat qiladi. Bizni boyagi qo'shnisi och yotganini to'q yotishida bir muammo bor degan gaplarimiz qayerda qoldi? Qanday qilib bir mahallada mashin qo'yishga joy yo'q, u mahallada yana kimlardir och nohor. Bu bo'lishi mumkinmi? O'shaning uchun o'zgarish bu o'zimizdan boshlanadi. Oiladan, do'stlardan, muhabbatning eng go'zal shaklidir o'zgarishni istash. İnsonni o'ziga bo'lgan munosabatining, muhabbatining eng yuqori saviyasi o'zini o'zgartirishga bo'lgan intilishdir. Buni hamma qila olmaydi. Buni o'zini qattiq hurmat qilganlar, hayotiga bir qadr berganlar, qiymat berganlargina buni qila oladi. Hamma qila olmaydi, hammaning kuchi yetmaydi bunga. Endi siz o'zingizga savol berasiz. Men o'zim uchun kimman? O'zimni qiymatim o'zim uchun qanday? Qadrim qanday? Men o'zgarishni istaymanmi yo istamayman? Bilim olishga bo'lgan intilish eng yaxshi intilishdir. Bu betakror bir kuchdir bilim. Qachon amal qilinganda, kuchga kirganda u o'zini ko'rsata oladi. O'shaning uchun akademik bilimga ega odamlarni hammasi ham bu hayotda omadli emas. Akademik bilimni o'zi yetmaydi. Masalan, siz farzandingizni shunchaki maktabda yaxshi o'qigani uchun yaxshi ko'rishingizni o'zi, uni yaxshi o'qigani uchun rag'batlantirishingizni o'zi, sevishingizni o'zi yetmaydi. U uchun yetarsiz. U o'zini kiyimini o'zi yuvishni ham o'rganish kerak. Buning uchun uni maqtash shart emas. Taomlangan idishlarni o'zi yuvishni o'rganish kerak, tartibli bo'lish kerak. Siz uni har doim kundalik qilishi kerak bo'lgan ishlar uchun maqtashingiz shart emas, maqtamasligingiz kerak. U uni oddiy narsa ekanligini bilsin. Qo'yib bering, ozgina u ham kuchini ko'rsatsin. Sal narsaga osmonga ko'tarib ikkita narsa o'rgansa ham sen zo'rsan devermang. Siz maqtaysiz, ertaga hayotga, ko'chaga chiqadi, uni hech kim maqtamaydi. Tarozi qo'ltig'idan tushadi. O'shaning uchun amaliyot kerak. Faqat akademik bilim, bir kitobni o'qish, minglab kitob o'qish mumkin. Buni o'zi yetmaydi. Ozgina uni hayot bilan bir sintezlash, boshqa buni ham o'rganish kerak. Tatbiq qilish masalasi. Birdan bo'lmaydi bu, sekin-sekin. Har qanday o'zgarish sekin-sekin, asta-asta bo'ladi. Shunda u mustahkam, sobit bir o'zgarish bo'ladi.
Bu hayotda ko'p narsalarni biz boshqalar istagani uchun qilamiz. Hayotimizdagi juda ko'p narsalar boshqalar istagani uchun. Hatto maktabda yaxshi o'qiganimiz ham o'zimiz istaganimiz uchun emas, yaxshi o'qiganlar maqtalgani uchun. Ko'p ishlarimiz shu va bu xato deb bilaman. O'zgarishlar faqat nima deydi, qanday tushuntirsam ekan? O'zgarishlar biz o'zimiz uchun nimadir qilishni boshlagan onimizdan boshlab sodir bo'ladi. O'zimiz uchun. Boshqalar aytgani uchun emas, boshqalar qilayotgani uchun emas. Boshqalar shunday qabul qilgani uchun emas. U boshqalarning ko'zida nimadir bo'lishga bo'lgan uzr, sizda mikrofon yopilib qoldi ustoz. Shuni ochib olsangiz. Hozir yopildi. Ochildi bo'ldi. Ya'ni biz qachonki aqli salim bilan anglab bir narsani qilsak, boshqalar uchun emas, o'zimiz uchun, o'zimiz istab qilishni boshlasak, u keyin bizga manfaat keltirishni boshlaydi. O'shandagina biz eng qattiq mehnatlarni ham qilishimiz mumkin bo'ladi. Eng katta muvaffaqiyatlar eng qattiq mehnatlardan keyin keladi. Hech kim shunchaki ozgina bir narsa qilib bir narsaga erishmaydi. Mana bugun ta'lim olyapmiz, bir narsalar o'rganyapmiz, bu yerda bir narsa o'rgangan bo'lyapmiz. Buni o'zi yetmaydi. Bu yo'lni boshi birinchi qadam. Hali ikkinchi, uchinchi qadamlar bor. Bu qadamlar sizni o'zingiz haqingizdagi fikrlaringizni ham o'zgartirib boradi. O'ziga bo'lgan bir ehtiromni, e'tiborni, paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Va ana undan keyin katta o'zgarishlarni qiladi inson. O'zidan nafratlangan biri insonlarning muhabbatiga sabab bo'ladigan ishlarni qilishi kuzatiladi, tarixda bor, lekin u kam. O'zini bir, masalan, Kikuti Kanni, yapon yozuvchisi Kikuti Kanni Daydi rohib degan bir romani bor. U romanda bir inson hayotida qilgan bir katta xatoni orqasidan o'zidan nafratlanadi va tarki dunyo qiladi. Yo'lda ketarkan bir daryoga duch keladi. Qisqa ma'nosini aytib beryapman va xabar topadiki, u daryoda har yili bir ikkita bolachalar oqib o'ladi, odamlar. Maktabga borar ekan boshqa osma ko'priklardan o'tishga majbur bo'ladi. Ko'prik yo'q va oqib o'ladi. U aytadiki, men mana shu tog'ni teshib yo'l qilaman. Odamlar daryodan o'tmaydi-da, o'sha tog'ning tagidagi yo'ldan o'tadi deydi va buni boshlaydi bir o'zi. Avval boshida odamlar uni telba deb o'ylaydi, keyin ishdan to'xtamagandan keyin, ishida jiddiyatini ko'rgandan keyin biri non, biri ovqat, xullas taomlar keltirishni boshlaydi. Lekin hech kim unga ishonmaydi. Hech kim yoniga kirib bir teshani olib toshni yo'nishda yordam bermaydi. Otasini bu harakatdan xabar topgan yaqinlari, farzandlari tog'ni u tomonidan teshishni boshlashadi. Endi bu bir tabiiyki bir to'qima bir asar. Xullas yo'l ochishadi. Mana shu Daydi rohibni bu harakatiga sabab bo'lgan narsa o'zidan nafratlanishi. Bunday voqealar ham kuzatiladi tabiiy hayotda. Bu hayotda har narsa kuzatiladi, lekin aksar holatlarni biz nazarda tutib gapiryapmiz. Ya'ni har kuni bitta g'ishtni ustiga bitta g'isht qo'yamiz. Kechagidan ko'proq ishlaymiz. O'shanda ertaga yana yaxshiroq bir darajada bo'lamiz.
qiyinchiliklardan qo'rqmaymiz. Chunki bilamizki, eng katta rivojlanishlar, yutuqlarga erishishlar bu eng qiyin davrlarning bir natijasidir. Bunga iymonimiz komil bo'lishi kerak. Olma pesh og'zimga tush degan narsa yo'q. Bu yolg'ondan o'zimizni qutqarishimiz kerak. Va sizdan boshqa hech kim sizni tushunmasligini endi siz hamma katta yigit qizlar bu yerda yaxshi bilsalar kerak endi bu yoshga kelib. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, faqat ota-onalar nazarda tutmayapmiz bu yerda. Muhabbatning eng go'zali onalarda, otalarda bo'lar ekanda endi. Masalan, bir yigit bir qizni yaxshi ko'rsa, menda ham bo'lsin, unda ham bo'lsin deydi-da. Xuddi shunday qizlar ham, do'stlar ham, buni ham ishi zo'r bo'lib ketsin, meni ham ishim zo'r bo'lib ketsin deydi. Ya'ni o'zi bo'ladi har doim. Ota-onalarda unday bo'lmas ekanda. Menga bo'lmasa bo'lmasin, bunda bo'lsin. Bu muhabbatning eng baland martabasi. O'shaning uchun ota-onamizni aytmayapmiz, lekin qolgan hamma narsalarda sizchalik ya'ni siz uchun qayg'uradigan sizdan boshqa odam yo'q demoqchiman. Qisqa qilib aytganda. Inshaalloh manfaatli bo'lgandir. E'tiboringlar uchun rahmat.